hozirda shov-shuv bo'lgan abdominoplastika haqida ozgina o'zim fikrimni bildirmoqchiman. Undan oldin avvalambor u qanaqa qilinish haqida qisqacha tushuntiraman men sizlarga. Xullas sizlar umumiy qon tahlili topshirasizlar. Analiz yaxshi chiqqandan keyin sizlarga umumiy narkoz beriladi. Narkozdan keyin metal truba bor. Ingichka metal trubalarni qorninglarga tiqib, aynan qorin sohasidagi yog'larni parchalash boshlanadi, ya'ni eritish boshlanadi. Aynan o'sha turba bilan mana harakat qilib eritishadi. Erigandan keyin u yog'ni vakuum yordamida olib tashaladi. Qorindan yog' sun'iy ravishda olingandan keyin qorinda teri osilish holati kuzatiladi, to'g'rimi? Endi bu holatini mana pastda rasm qoldirdim. Qorinda pastki qismidan katta kesib olinadi-da, o'sha yerda ortiqcha terini olib tashaladi va u qo'shib tikib qo'yiladi. Mana shu narsa hozirgi trendga aylangan plastik operatsiya hisoblanadi. Bunaqa ozish yo'lidan foydalanmaslik bu albatta hammani o'ziga bog'liq, o'zini xohishi. Qildiringlar, qildirmanglar deganim bilan baribir xohlagan qildiradi, xohlagan qildirmaydi. Shunchaki bilib olinglar, umumiy narkoz qilinadi. Narkoz bu organizm uchun juda ham katta stress hisoblanadi. U oson emas narkoz olishni o'zi ham. Va narkozga kirib ketishingizdan oldin sizlarga qo'l qo'yib yozdirib olishadi. Narkozdan, masalan, yoki o'sha operatsiyadan qanaqa chiqsam ham hech kimdan davoyim yo'q degan narsa yozdirib olishadi. Ya'ni narkozdan chiqish mumkin, narkozdan chiqmasligi ham mumkin degani bu. Ko'p insonlar narkozdan chiqmay qolgan holatlari ham bo'lgan. Buni operatsiya zarar ekan, endi qanaqa ozsak bo'ladi deydiganlar uchun shunchaki misol keltirib bermoqchiman sizlarga. Bitta ozish marafonimga bir ayol qatnashdilar va bir oyda 6 kilo ozdilar. Lekin ozish marafonidan oldin xirurgga borib, ular aynan abdominoplastikani rejalashtirgan ekanlar. Kunlarigacha rejalashtirilgan. Va meni ozish marafonimda 6 kilo ozib, marafondan keyin borganlar va operatsiya qildiribdilar. Hammasini menga aytib berdilar. Operatsiya qildirganlaridan keyin doktor aytibdi: "Voy, boshida ko'rikka kelganingizda sizda ortiqcha vazn ko'proq edi. Lekin nimagadir operatsiya paytida sizdan yog' juda ham kam oldik. Nima qildingiz?" deb so'rabdi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, yog'ni tabiiy ravishda ham yo'qotsa bo'ladi. Bu uchun albatta tig'ni tagiga yotish shart emas. Shunchaki diyetolog bilan to'g'ri diyeta qilish orqali bemalol ortiqcha vazndan qutulsa bo'ladi. Ozgina sabr kerak-da. Masalan, o'sha tig'ni tagiga yotganingizdan ko'ra, hayotingiz 50 ga 50 bo'lgandan ko'ra, undan ko'ra nafsingizni tiyib sabr qilganingiz yaxshiroq emasmi? Meni o'zim ham 2 marta kesarov bo'lganman. Kesarvada bilasizlar, 10 santimetr joyni o'zini qanaqa darajada asraymiz, qanaqa darajada perevязка qilamiz, qanaqa darajada infeksiya tushmasligi uchun harakat qilamiz. Endi sizlar bu kesarva bilan bu kesishni endi tasavvur qilinglar. Qanaqa qilib asrash oson emas-da. Bu katta kesilganini viruslardan, infeksiyalardan asrab qolish podvapros narsa-da. Bunaqa katta kesilgan narsani. Shu uchun ham har bir narsani o'ylab qilinglar. Sog'ligingizga befarq bo'lmanglar. Ozish unaqa qiyin narsa emas. Ozish juda ham oson narsa. Faqatgina uni yo'liga tushib olishinglar kerak. Bekorga yaqin yillar oralig'ida dietologiya, nutritsologiya rivojlanib ketmayapti. Aynan ortiqcha vazni bor insonlarga yordam berish uchun mana hozirgacha ham o'qiyapmiz.